millatning erkinlik sadosi, yorlangan yuraklarning nidosi, bo'g'ilgan ovozlarning sirdishi, da'vogarlarning simosi, izdinish munbiri. Siz ve benim avazımız Şerqi Türkistan avazı. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Anglayotganinglar Sharq Turkiston ovozi radiosi xabar va muloyiz programmasi. Hürmetli radyo anlayıcı qarindoshlar, bugungi bu suhbat programmamizda Sharq Turkiston Mustaqillik harakatining Yaponiyadagi vakili, Yaponiya Uyg'ur birligining raisi Dr. Turmuhammad Hashim efendim bilan o'tgan haftada Yaponiyada elib borgan 48 soatlik ochlik e'lon qilish va namoyish qilish faoliyati ustida suhbat elib boramiz. Hurmatli Dr. Turmuhammad Hashim efendim, bugungi bu programmamizga xush keldiniz. Va alaykum assalom, rahmatullohi barakatuh. Hürmetli kanca efendim, rahmet sizge. Beni bu programımızda taklif kılığınız için. Sizge çok rahmet. Alayda vakit ayırdık. Bugünkü bu kadar ve mulayid programımızda, sohbet programımızda katılığınız için ben rahmet etmem. Turmuhammad Hashim 48 saatlik namoyish ve 48 saatlik aktif açlık e'lon qilish faoliyati o'tkazib muvaffaqiyatli oxirlashtirdingiz. Menimcha biz sohbatimizda shu faoliyatdan boshlasak, bu qitimda bu 48 saatlik ochlik e'lon qilish va aktiv namoyish qilish faoliyatiga Yaponiya xalqininki qo'llashi, ko'z qarashi, medianing, siyosatchilarning tutgan pozitsiyasi qanday bo'ldi? Mushtoqlik bizga bir so'z aytasiz. Hoş, rahmet. Yani bizimki şu Uygurlarınki çeteldeki tinchlik, qarshilik faoliyatlarının içinde hozirga qadar bir qitim bir ochlik e'lon qilib, o'zimizning irodasi va Xitoyninki Uyg'ur millatiga bo'lgan milliy bostirish, milliy qirg'inchilikqa bir qarshilik bildirish hareketi bo'lmagan. Ben şahsen bultulan bir planlagan muşnaq bir açıq e'lon qilish orqali bir başlab bersem deb. O'tgan yil plan qilganmisiz? O'tgan yil Ramazonda mushuni qilay deb nim qilsam bir mezgil oshqozonga og'riq ketdi. Ramazondan boshlab bir haftadan keyin oshqozonga og'riq ketdi. Çünkü ben de 1998-yili doktorluk ünvanını eliş jarayonida necha kunlik uxlamay tajriba ishlab qilib oshqozonim shu vaqtida bir buzilgancha. Ondan shu qonsizlanib yiqilib qolgandim. Shundan keyin oshqozonim davomli jiddiylashsam yoki bo'lmasa bir eğer ağrıqınçılık bilan bo'lsa oshqozonim yetishib og'riydigan og'riqim bor. Şu buluttu dal Ramazan 10 kun o'tgandan keyin bu oshqozonim og'rib, ondan bizning ulamolardan maslahat so'rasam, doğru ishingiz bo'ldi dedi. Shu doğru ichib Ramazon davomlashtirdim. Lekin ochlik e'lon qilishga mumkinchilik bo'lmadi, Ramazon o'tib ketdi. Ondan şu maqsadmanda şu buzilib qoldi. Dal mana bu Xitoy zo'mgarlari, tajovuzchilari Uyg'ur xalqining million xalqini, endi hozircha biz 150 million desakmi, 1 million 50 ming desakmi, endi nim bo'ladi endi. To'g'ri bo'ldi. Shunchalar xalqimizni faşistik bu kamplar, lagerlar qamab, nurg'un jamiyatdagi danglik, atoqliq Uyg'ur xalqiga cho'nqur ta'sir yetkazadigan, ta'sir beradigan Uyg'urlar uchun ma'naviy jihatda nurg'un hem diniy hem ilmiy uzoqdan berayotgan ustozlarimizdan
Sağlık, Mehmet Sağlık Damollacım deyimiz. Annem Profesör Abdülkadir Celal'dın deyimiz. Muşundaq ulug' erbaplarımız Xitay taraflarından katliam kılındı. Aşkamplar sonup ketdi. Yani bundaq bir faciaga eğer bizim mümkünçilikimiz bolsa elbette bunun bir kurallık karşılık görüştüş elbette halkara kanununda biz haqlıq bolunuz. Çünkü bir millet muş yer şarida saqlanıp kalakan bir milletin yan bir millet keng dairede naitda şu ammivi bir qırğınçılık elip bağan çağda o milletinki kurallık özlük oğdaş haq hukuku var. Lekin biz Uygurlar bundaq bir haq hukukumuzni amalga oshirolmayotganlik. Bununga albatta hammamiz bilamiz, buni Xitoyga oid qattiq buzg'unchilik qilib bizniki bundaq qurolliq qarshilik qilishimizga mumkinchilik bermay keldi. Endi mushundaq bir vaqtda bizning eng jiddiy bir qarshilik usulimizning biri endi shu ashliq e'lon qilish qoldi endi. Endi bu ashliq e'lon qilish orqali biz dushmanni qo'rqitamaymiz. Dushman bizning bu Yılgın men birkenme bizim bir adam aşk elan kılsak mı Xitay kalç terinip bakmaydı. Yani aşk elan kılışın ki maksud nime diyen çağda biz muşundak bir aşk elan kılış arkalık birincisi bizimki bu arı uçturatkan bu ülke milli bastırış, milli kırgınçılıkның naati vahşi işgallikini tunutuş. Bunu boğan bizimki narazılığımızı bizim dostlarımızga tunutuş. İkincisi düşman bizi pisat kılmaydı. Lekin bizim dostlarımız bizi qo'llaydiganlar bizga ish ağrıtdı. Çünkü biz aşk e'lon qildik da. Ha, to'g'ri. Unda olgandan keyin bizim dostlarımız bular nima uchun bunday qildi? Nima uchun bu aşk qilish qilmoqda majbur ketdilar deb bu jihatda bizga diqqat qiladi. Shu men mushuni to'g'rilab bu yil mayli qandayki mush Ramazonda bir aşk e'lon qilma deb tayyorlik qilib 10 kundek tayyorlik qilib o'zimni badnimni tadrijiy Ramazonga kirgizib oshqozonimni og'riqimni bir narsa besqan endi bu mavzular. Şu anda 48 saat aşkını e'lon qilib bu faoliyatini boshladim. Bu aşk e'lon qilishdan burun men Facebook'imga, Twitter'imga shu 5:31 saat 10'dan 6'nın ikinci günü saat 10:48 saat aşk e'lon qilishni yaponcha e'lon qildim. E'lon qilsam bunga 300dek yaxshi bo'lib turgan boshlagan bo'ldi. Andan nurg'un Bular yapılıqlarmı? Bular yapılıqlarmı? Asosiyatda mening u Facebook'imga Uyg'urlardan ya 2 ya 3 ya 4 muştaq adam kirib qoldi. Qolganlar butunlay yapılıqlar endi asosiyatdan. Çünkü mening Facebook'umda hozir 5000 erişkichi bor. Asosan ularning 90% yapılık. Twitter'da 19 mingdan ortiq erişkichi bor. Bularning 90% ortiq yapılıqlar endi. Bularni qattiq qo'lladi. Aniki yana bir mesele Yaponiyaning shu Xitoy elchixonasining oldida hozirga qadar bir qatim aşk e'lon qilish bo'lib boqmabdi ekanchi. Dastlab men bu aşk e'lon qilma deb nim qilsam soqchilar qat'iy unumida bu 48 soat u yerda o'tirib aşk e'lon qilsa bo'lmaydi. Biz vaqtni bekitib beramiz. Shu bekitgan vaqtda siz berib aşk e'lon qilasiz. Vaqt o'tgandan keyin siz qochasiz. Onu siz 40 saat davamlashtirsangiz bo'lmaydi deb turib oldi. Shuningdek men ondan bular men yozgan maqolam bordi. O'sha hozirgi navbatdagi Xitoyning bizga bo'lgan bostirishi million Uyg'urlarni qamdatgan lagerning ichki ahvoli to'g'riliq bir doklad yozgan men bir gazetga. Yoshlar gazeti deydi uni. Onundan tafsil men shu gazetni avatib berdim bular. Men ko'rib baqing mana ahvol shunaq ig'ir. Agar Xitoylar bizga bundaq zulmlasam men sizlarni avarqlig'im yo'q Yaponiyaning bu shaxsiy doiralarini. Mana bu yapaqinglar. Bizdan mushlarga keldi. Bizning qo'limizdan kelgan birdan bir ish faqat shu aşk e'lon qilib Yaponiya xalqininki bizga bo'lgan shu eslashni qo'lga keltirish. Shunga menga bir qatim
ruhsat qilinglar deb nim qilsam, hey qandaq bo'laki unda biz maslahatlashaylik dedi. Aşı men ertdi 35-dan 30gacha bularning taqsirini ya ma'qul degan qilimiz kamidi. Uqtirish kamidi. Lekin ertesi şu saat 10'da 31. saat 10'da men aşk e'lon qilish boshlashga uni g'anam. Un qancha saat qilma uni saqsa o'zbek bergan bo'lgan. To'g'ri. Shuna qilib 31-sida men saat 9'da bordim, shu Xitoy elchixonasining oldi yendiki bir Tokyo'nun asabu idorasining oldida bir şey saqlab o'tardim saqchilarni. Saat 9:45 keldim atrofim kelib. Ularning mas'ullari bilan ko'rishdim. Ko'rishib tayyorligimiz qanday? Mukammal. Etkilerim. Bizim bundan sonra biz bu tariximizni tunji 48 saatlik aşk e'lon qilishimiz bekitdik. Undan sonra saat bugun saat 5:10dan boshlab 2 saat 10'da oxirlashtiring. Mushuni qo'shamiz sizga. Voy rahmat deb ko'zim yosh kelib ketdi. Endi bu Xitoy elchixonasini bu yapılıqlarga qattiq qo'llaydi-ku. Bunun hemen o videolar takip ben taqatım WhatsApp'larda, Facebook'larda görsenler buldu onu çip. Onun aldırımız saçı etraf bütünleyli saç koşup durdu bu Xitoy elchixonasining aldığını. Anda bunun alakı aldırı çok yol var Xitoy elchixonasining aldıda. Maşin degan üzüme ütep durdu. Adam tar bir yol işlamagan yol var. Hem de şu yolga yolda ütürganlarga ta'sir yetkazmaydigan bir holatda men aşağı turishim kerakda. Anda ular bana şart qo'ydi. Siz bu yerda o'tdasingiz bo'lmaydi. Yetib bo'lmaydi. Siz faqat shu uyur tursiz. Aniki mal haqlarning o'ylisi kirsangiz bo'lmaydi. U buda bir munchalik bo'lmaydi deganlarni bir muncha yezib bir varaq qog'oz menga beribdi. Bo'ldi men shu shakl bo'yicha qilmay deb. Şu Musa'nın talebi boyunca ben ondan şu elçixonaning oldida şu uyur turib namoyishni boshladim. Yerga ondan asli men yaponcha xitoycha qilib lozung tayyorlagandim bir 3 metr uzunligida 2 lozung tayyorlab nim qilsam bu soqchilar edi siz buning mash elchixonaning aşı dal oldiga qo'ysangiz bo'lmaydi buni deb qat'iy uni meni elchixonaning aşı bular çok darvoza var elchixonaningki. Aşı darvoza aldım bir aşdan ölçek ketgandim men bir kun kelib. Nim qilib aşı dal oldiga chiqadigan 3 metr qilib qilgandim lozungni. Nim qilsam yoqsil bo'lmaydi deb aşılık naqayishlik ishning dal oldidagilardan bir 2 metr 3 metr mayoqqa ma o elchixona qaragan chog'da sol tarafga sal nim qilib o'rin yo'tkab misaq bo'ldi deb ulardan so'raldi. Yani u yerdan bir muncha taqallashdim bular. Bu men atayin mush elchixonasidan kirib chiqadigan bu Xitoy mush ko'rsin deb o'zimkisini layalagan tursam. Bunu aldım qo'ysam nim bo'ldi? Buningki ma'lum bu yerda 3 metr bu yerga nim qilib bu yoq qo'ysam nim bunun nima farqi bor buning? Sizlar nima uchun buni aldim qo'ysam bo'lmaydi desam, endi biz shunday faxrdan bekitdik, siz buni aldim qo'ymaysiz. Mush aldim biz ma'qul deysiz. Agar ma'qul demsiz, ya'ni bu ishlarimizni boshlaymiz bo'lmaydi, bu faxr turadi. Onu sen bunu unutmagan için şu endi bir ketim açığım keldi. O Xitoy bo'lgan açığım endi o'zgarib ketgandek turdi. Shuna qilib endi bir astagfirullah deb o'zim besib oldim. Besib deb shu qo'ldan titrib ketdi. Nima qilib ondan shu o'rnini 3 metr mayoqqa sol tarafga yo'tkirdim. Yo'tkab o lozungni chapildim-da, chaplab nima qilsam, siz buningga bu yer buni chaplasiz bo'lmaydi, siz qulungiz siz deydi, qarang. Endi bu qarang 3 metr lozungga uning uzunligi. Endi bularning deyishga siz mush lozungingizni qo'lingizda tutib 48 soat shu tursiz deganda bu endi. Mushundaqmi lamzallik bo'ladimi deysiz endi. Endi
Ana bunun bir açığım geldi. Ben bir adam tutsam bir yerde. Biz 2 adam, 3 adam kelgen bolsak olmayadımız. O abisini tutup ben abisini tutup tutsak bulattır bir yerde. Ben bir adam tutsam benim kulağım kondak getir bu işketke. Bunu onda bağlamısam bir yer bulmam desem. Eğer siz bir yer onu bağlasanız Japonya'nınki şu ammivi neslerge ammivi mülükke siz halganca birimini çaplagan ya halımganca birimini konganlık buludu. Bunu yenik cinayet deb hesaplaymiz. Bunu kısım bulmayın deydi öyle sakçı. Yani ondan del şu vakitte ondan bu Falun günü iş kıs geldi karanmış yani. Falun günü iş kırıkıtın kilip şu yerden bir nesilden kilip ya takap getirdik neyim kılıp birdemde karşıdan iş kutun kepti kıtışım var. Ular takan ki hiç tat yok karanlık kulağa. Zaten ondan mağlumanda kılıvatıdı. Mamiyege mat ularga resmi ajitlerin emisini tel herkesin kilidi değil mi yege? Jiplan tenip oyla kaç nimesiga. Ondan ne tayaksında varken bizning lozunkalarni chiqirdigan. Oyla mening bu yandan igiz qilib lozunkani chiqirib oldi ular. Nim qandim ma'lanimiz buni o'xshash qilsa bo'lmaydi desam, bular alayda ruxsat olgandim şey qilishgan. Men sizlar alayda ruxsat oldim bu yerga. Desem onu onlar bundan şunun saçın iştirikle ben bağladım bunlar. Eğer men tutsam tutar dedim. Men tutsam tut. Ulanı kendine kılardı işte. Aşın. Falun günçüler kılgan eşin ben şey kıldım. Bağlattım kusam. Onda karakat bu kettan ayakım. Şuna kılıp karan aşı lozun trende işkinin bel çıkıdığan yeri bağlayamadım. Lekin o falun gün minimden mi sol tarafka. Onun bir şey olağı. Men hem de üyege bağlap hem nim kılıp nimem başladım hem. Aşı mecbur nim kılıpçı. Aslında kılıp bir kişi bunda nim kılıp şu bir saat dakika saat 11'de resmi lozun kılırım çıkarıp bayrakları bağlap aşağıya. Nim kılıp şart olarak bayan ettiğini elan kıldım şöyle. Yapınca sözler. Anın bir netçelik gezilerin ki muhbirlerini anınkin ma internette berilgan televizyonun tunuşlarını çağırgandım. Ular kelip yolunu açıdın. Bu meni qilgan ishlarimni hammani nimiga oldi. Rasmlar tayyorga oldi. Anınkin bayonotini e'lon qildim. Shunday qilib boshladim endi u o'ltirilish mumkin emas. Yani Allah şükür Allah Teala birinci gününe yani salkın kıtları. Birinci günü 5-31 günü bir gün aşı hava bulutluk yağmur yağdı. Annikim Japonya Kuretake uyuşmasının adamlardan bir 5-6 gelip men yokluğun kep saat 3'te saat 1'lerde. Olaylık yağmur yağıp gitinde yokluk mağlık yağmurlu küllük bir moç mesela kütreket maşınlık best. Ya ularni ko'rib ko'nim bir xil xo'shib qoldi. Ular ketganiga yana bir 5-6 kep soatini yo'qlab shu kesh o'g'ircha odam uzilmay tudek gapirmoqlar, do'stlar, tanishlar, andan ba'zi siyosiyonlar, jurnalistlar kelib ziyorat qilib, u nim qilib shu bir kun avar bo'ldik. Yani ahmiyatli bo'ldi. Andan kesh o'g'andan keyin bu ishxona oldida odam qolmaydi ekan. Adam ötmez yani. Qarasam bu kecha hiç uyada tursam hech qanaqa bir ahamiyati bo'lmaydigan degan his qildim-da. Shuna qilib men bilan birga kelgan biltirayotgan bir ishga yapilib qolvardi. Biz bu yerda bir kecha tursakmi o'xshab turdik ekanmiz. Endi kelam shu Tokio shahriga kirib bir kecha uxlamay shu men hozir qo'limda shu materiallarni bizning Yaponiya Uyg'ur birligining tashqi varaq bir bordi. Unda yozgan maqolalarninki kopyalarini qilib olgandim men. Gazetlarga jurnallarga mening maqolalarim bir 10 pajlik maqolam bor. Ularning bir qismini muhimlarini kopya qilib tashqi varaq qilib olgandim. Shularni ko'tarib biz Tokio shahar markaziniki Shibuyada bir yer bor. Shu yerda ham u yerda yoshlar qaynab keladigan yer va kecha uxlamaydigan bozorda u. Aşağıya berib saqchidan ruxsat olib biz mishada bir gün bir kecha mishada
Mantıqtınız bulandı desek ya buluyordu kılın dedi. Şuna kılıp yapıldık valla sözlü dev yani. Min tanıştırıp biz labanı koyap aşağı sözlü. Labanım tosmadı saksıla gelip. Şuna kılıp bir monçi nime takat bir keçe aşağıda. Teşkat varas takat kuxlamay. Ertesi saat 7'de yana alçansını aldı kelip lozunkulan yani yığının takap çıkarıp yana bir gün başlılık şuna kılıp o gün belki hava sık oldu. Şuna bolsunmu Allah'a şükür üzerinde bir kılık ruh vardı hem de bir keçe uxlamay tamak yemey çösmey nim kılıp kısakmanı bir argınlık bulmadı. Şuna kılıp o gün yani bir gün öttü keşte yana şu şehir merkezi berip ma teşkil barakını taqattık. Şuna kılıp 5-nyanın 31'den 6-nyanın ikinci gün saat 10'da açık elan kılıp özden planlagan şu bütün programlarını orallap muvaffaqiyatlik tügatdilen faaliyetimni. Ta'sirnat yaxshi bo'ldi. Amiri aloqa to'ldirdim nihoyatda yaxshi inkaslar bo'ldi. Anınkin Yaponiya Dünya Gezisi'de haber e'lon qilindi. Ondan Yaponiya Kundulik Gezisi'de haber e'lon qilindi. Hozirgi kunda. Demek yaxshi bo'ldi. Demek endi şu 2 günlük 48 saatlik yani şu açlık e'lon qilish ve aktif namoyish qilish faoliyat jarayonida mesela siz şu Xitoy konsulunun alıp turgan jarayonida bir konsuldun nima bo'ldimi? İnkaz yoki qandaqdir ya bir norozilik bir ahvollar bo'ldimi? Xitoy konsul. Ular odatda şu men aşağıda turgan çağlarda maşinalar kirib chiqib turdi. Onun ichida konsulxonaniki xodimlarim bor. Ularni mashinalardan kirib chiqib nima qildi? Ulardan hech qanday bir inkos yo'q. Qiyosdan men qarta. Arlıqda 5-nyanın 31-ci günü işinki saat 2'lerde ağız burnuğa maska qo'ygan ikki Xitoy nim qilib meni bütün rasmlarga elib kirib ketdi. Hani ikinchisi yana boshqa bir ikki Xitoy yana ashdan ichidan chiqib ağız burnuga maskada etillik. Yani meni rasmlar tartib kirib ketdi. Faqatlam shu endi ularning bo'lgan inkos. Ama meninki bu faoliyatimga ularning ichidan chiqib qarşılık bildirgan yoki nim qilgan undaq bo'lmadi. En usmay atrofni saqchida qo'shaliqchi. Mening qishimda mendan üzülmay Yaponiya saqchisidan bu rasmiy forma kiygan saqchining 3 formasiz odatda tuxmacha salgan saqchidan 4 shu uya berdim unda tutdim nimlarni. Birisi meni qo'g'dash ikincisi meni kuzatdi shu. Bo'lyapti. Demek bu qitim bu sizning yani yuqori siz o'zingiz deb o'tib ketgandek salomatligingizni o kadar yaxshi emas ekan. Boshingizga qaramay siz bu cho'ng bir tavakkul qilsiz 48 saat yani ochlik e'lon qilish va aktiv uzundirmay namoyish qilish hatto o'rturib bu faoliyatni elib beribsiz. Bu endi cho'ng bir jasorat g'ayrat talab qilgan bu ish. Albatta qilgan xizmatingizni bütün muajiratdagi qarindoshlarimiz sosyal medya, radio, Twitter, Facebook degandek shu sosyal medya va rast bilan ko'di. Cho'ng bir zo'r bir qo'llashga erishdingiz. Albatta bir bu Xitoyning zulmini fosh qilish, Xitoyga qarshi her qaysi davlatlarda faoliyat ilib turishda bir o'lgu yaratdingiz. Doktor Turmamad Hashim efendim siz uzunluğun bu tarafında şu Şarkı Türkistan Azadlık Hareketi'nin Yaponiyaga vakili bulup hizmet kılıvatsız. Hem Yaponiya mı bizim yani bizge malum bizim ecdatlarımız şu birinci Cumhuriyet'in kuruluşunun aldığı kendileri Yaponiyachilik yani qadam yetib borgan shu vaqtga ecdatlarimizning qadamlari bizningki siyosiy taqdirimizda tutgan o'rni muhim bir davlat. Shu
hozir navbatdagi Yaponiyaning bu shu Sharq Turkiston masalasiga bo'lgan ya'ni to'sishlikda va Uyg'urlarning istiqbolidagi Yaponiyaning tutgan o'rni, rolini mustaqillik bir qarshılığında bir anlamda. Mustaqillik bir tutgan bo'lsa. Endi Yaponiya dunyoda bo'lib Osiyada eng qudrat topgan, eng taraqqiy qilgan iqtisodiy jihatdan ham dunyoning hozir 3-chi o'rinda turadigan bir iqtisodiy gavdasi. Endi unisiga bu Yaponiya erkinlik, demokratiya, insonlar haqqini qo'llaydigan bir siyosiy sistemining ustiga qurilgan bir mamlakat endi bu. Yaponiya millatimi bu tarixdan buyon tirishchan, aqlliq, kashfiyatchan bir millat endi bu. Bularning ham dunyodagi o'rnimi mukammal, xalqarodagi obrazimi yaxshi, mutadil. Bütün dünya xalqlari yapılıq desa, hammasi ham chimkondan yaxshi ko'rgan bir millat endi bu. Şu an bunaq bir davlatninki hamda biz Uyg'ur davosini qo'llashni qo'lga keltirishimiz biz Uyg'urlar uchun bir muhim bir vazifa. Men 2008-6 ayının 18 günü Yaponiyada biz tashkilot qurib, shu tashkilotga dastlab muavin rais bo'lib, ondan keyin u tashkilotni chiqib o'zim mustaqil faoliyat qilib, ondan keyin Rabia Qodirxonningki yetakchiligida yana bu davoni davomlashtirib bugunga qadar kelyapmiz. Shu bir uzun bir mezgil jarayonida biz Yaponiyada nurg'un xizmatlarni qildik. Eng dastlablarda bizniki bu davomlashtirimizga shu yaponliklar ilk chiqqandi. Dastlab qadamda Shirash efendimda bir buvay vardı. Unchalarimiz danlı qadam emas. Shundan bo'lsa shu odam endi bizga markazlik bir o'rin turib, nurg'un ishlarimizni shu odam orqali qilyapti. Bu vaqtda bizni hech kim tonimaydigan, bilmaydigan vaqtda u odam bizga birgalikda olib bormasa, bizni hech kim tonimaydi, hech kim qabul qilmaydi-da, ishonmaydi. Keyin tadrijiy biz shu davoni qilish orqali 2014-yildan keyin biz o'zimiz oldimizga hech qanday bir yaponlikni hamda oldimizga sanmasdan o'zimiz bevosita o'zimiz xohlagan siyosiy tashkilotlar bilan, xohlagan siyosiy partiyalar bilan, ondan keyin bu parlamentlar bilan, keyin ondan Yaponiya hukumat tashqi ishlar ministrligi bilan shu bevosita aloqa qilgan holat keldi. Keyin men 2014-yildan keyin Rabia Qodirxonning arjili bir qatam yo ikki qatam chaqirib Yaponiyaga kelyapmiz. Shu butun jarayonda asos jihatdan o'zimiz bevosita, masalan men o'zim bevosita shu planlarni tuzib, siyosiy tashkilotlarga aloqalashib, bir qism iqtisodiy manbalarni echib, uni hal qilib, masalan Rabia Qodirxonning yotoq pullari, atlan biletlari, andın emralarının yatak pulu, atlan biletleri, bularni hal qilish. Mana shunday ishlarni o'zimiz qildirgan bir holat keldi. Bugungi kunga hech qanday bir yaponliklar bizningki bevosita arishimiz tushmaydi endi. O'zimiz bevosita shu yaponliklar deb ishni qiladigan bir holat keldik endi. Bu ishning bir tarafi. Yana bir tarafi bo'lsa, ikkinchi dunyo urushidan keyin Yaponiya shu Amerika bir yangi asos qonun yaratib berdi. Bu asos qonunda Yaponiyaningki shu bir normali davlat bo'lish huquqi buningda yugansilinib qoldi. Nima uchun deganda Yaponiyaningki o'z oldiga armiya turg'izish huquqi yo'q. Hozir Yaponiyada atalmış özlük qo'llash atirti degan bir narsa bor armiyaning o'rnida. Lekin Yaponiyaning asos qonunida Yaponiya bunday bir armiyani turg'izish huquqi yo'q endi buning. Bu birisi. Ikkinchisi Yaponiya bir davlatga urush etish huquqi yo'q Yaponiyaningki. Asos qonun belgilanganda. Chunki uning armiyasi bo'lmagan ekan, uning anaqa bir davlat bilan urush etish huquq olmaydi-ku.
Bunu Yaponiya Asas Kanunu'nun 9. maddesinde belirlenген. Muşnak bu devlet bu bir tarafı. İkincisi İkinci Dünya Uruşu'ndan keyin Yaponiya asas jihatdan tinchlikni targ'ib qilgan davlatlar aro har qanday bir masalani urush emas, tinchlik bilan, suhbat bilan, so'zlash bilan aqlashni bundaq asas qilingan mustaqil davlat bo'lib shakllandi. Yaponiya xalqimi bir mo'tadil, hech qanday bir jidal majrani yaxshi ko'rmaydigan bir xalq endi bu. Ikkinchi Dünya Urushidan keyin butun tashviqot, butun ma'rif bu yaponliklar bo'lgan tarbiyasi nima degan chog'da tinchlikparvarlik. Har qanday xalqaro masalalarni tinchlik bilan qilish, urush usulini qo'llanmaslik, bo'lib tajovuzchilikni qo'llanmaslik, boshqa millatlarni bo'za qilishni qo'llatmaslik, shunday jihatda bular şu Ikkinchi Dünya Urushidan keyingi 80 yil jarayonida shunday bir narsa bu jamiyatda qattiq yetishib ketganda bu birisi. Yana bir tarafi bu Yaponiyaningki matbuotlarimi boshqa davlatlardagi bo'layotgan inson haqida tajovuzchiligi undaq ishlarni berib ketmaydi. Bo'libmi shu 72 yili Yaponiya Xitoy tashqi diplomatik munosabat o'rnatgan chog'da Yaponiyaga 3 turli talab qo'yapti ekan. Qilmaslik tegishli ishlarni debchi. Buning biri Xitoyningki davlat putunligiga ziyon solmaslik. Bu birisi. İkincisi Tayvan'daki mustaqillik bo'lishini qo'llamaslik bu ikkinchisi. Uchinchisi matbuotlar Xitoyga yomon ta'sir ko'rsatadigan, Xitoyni yomon ko'rsatadigan xabarlarni yoki shunday maqolalarni u bularni matbuot e'lon qilmaslik kerak deb shunday bir 3 ta bir narsani eshitgan bular o'zaro diplomatik kelishim qilib. Shuningdan keyin bu Yaponiyadagi matbuotlar asos jihatdan bu Xitoyningki şu Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ullar bo'lgan erkin darajada bostirish, Xitoy ichidagi demokratik harakatlarning ahvoli, Xitoyningki bu davlat demokratiya harakatiga bo'lgan bostirish bunday xabarlarni ancha bermay aytamdi. Ancha bermay, ko'pincha Xitoyningki yaxshi tarafini beradi. Masalan 1985-yili bular Ipak yo'li degan bir 25 qismlik bir televizor programmasini ishlab chiqqan 85-yili. Uningda asosiyati shu Ipak yo'limiz Xiandan tortib Rimgacha bo'lgan shu yo'lni tunishtirib, uning markaziy bir qismi bizning shu hozirgi Sharq Turkistonning ahvolini tunishtirib bir necha qismi bor. Ana shu vaqtda bular Uyg'urlarning zulmlarning bir eg'izmi gap bor. Vatanimizda 46 Uyg'urlar ziyonkashlik sog'lig'ini bir olmagan ahvolda. Endi bu Yaponiyada qanday bir o'zgarish bo'lib qolgan chog'da 2008-yili Xitoy Beijingni Olimpiyada ochdi emas? To'g'ri. Bu Xitoy bu Olimpikni ochadigan bo'lgandan keyin bu yaponlik bir hayron qoldi Xitoylar. Bu vaqtda men Yaponiyaga 94 yil kelgandim. Endi 20 yil turdim. Endi Yapon nazarda Xitoylar ko'z ildigan bir millat emasmiz buni. Ko'zlaydi bular. Bu namrat, qaloq, oqida qolgan endi Yaponning aqsi o'mlab bo'lgan bir millatlar tuzuvchi bular yaponliklar. Lekin mushundaq bir millat to'satdan 2008-yili endi Beijingda 8-yilda Beijingda Olimpik ochilgan bo'lib ketgan ekan, yaponlik bir cho'chib ketdi. Qanday shu bu Xitoy qanaqli buni taraf ketdi deb buningga bir cho'chidi. Ikkinchisi endi bu Xitoy bilan taraqqiy qilgan ekan, bular bilan biz shu so'l sanoat jihatdan yaqinlashsak bo'ldi ekan degan
Yani bir grup adamlar çıktı hem de Japonya'dan çık. Yani bir grup adam Xitayning bir tehdit qilgan bir grup adam, bir gruplar çıktı hem de. Bu Xitay buna tarqib ketgan bular ço'qim Yaponiyaga tehdit saldı. Yani bu Xitayni tehdit qilgan bu adamlar ko'pincha Yaponiyadagi o'ngchi, millatchi tashkilotlar. Bular 2018-10 keyin uyg'ondichu. Yani bu Xitoy bilan hamkorlashmasak bo'lmaydi buniki deydigan gaplar bular ko'pincha solchilari. Solchi tarafdorlarida. Sosyalistler bakında ve sosyal demokratlar. Hem bu sosyal demokratlar hem de bu erkin dünya bo'lgan ekan har xil Marksizm partisi var. Mesela Yaponiya Komünist Partisi var. Yaponiya Sosyal Partisi var. Yani o'rta yo'ldagi partiyalar var. Hem de her xil qishlar var bu erkin dünya bo'lgan ekan. Yani bunlar Xitoyga yaqinlashgan bo'ldi. Bu bir o'zgarish. Ondan keyin 2 yildan keyin 2010-yili 10-oyda shu Senkaku degan bir orol var bunaniki. Şu orolni chorlaydigan bu Yaponiyaning bir harbiy kemasi var, soch kemasi. Şu soch kemasini Xitoyningki bir beliqchi kemasi oqsiz to'qiruvchi buni qashtanim qilib. Nima desangiz bu beliqchi kemani bu beliqchi kema Senkaku orollarida tajovuz qilib kirdi ekan-ku. U odatda boshqa bir davlat bo'lsa u kimini aşağıda etitlab cho'chtirib turadi bu nimasiga tajovuz qilib kirgan ekan-ku. To'g'ri. Davlat tavalliga kirgan ekanda. Lekin uni cho'chtirish u yoqda tursin, u Xitoyning u beliqchi kemasi bu Yaponiya soch kemasiga shu udul kelib buni soqqan deyapti. Yaponiyaning bu soch kemasi uning u qo'llagan ekan, Xitoyningki beliqchi kemasi bu Yaponiya soch kemasini qo'llagan gap aqsida. Qo'llab kelib buningga iskan gap harbiy kemasiga. Bu ahvolni Yaponiya hukumati xalqidan yo'shirdi-ku. Yo'shirgandan keyin asli mush kimida xizmat qilgan bir soqchi odam bor ekan, eshik apanim deb. Bu eshik apandi shu Xitoy kemasiningki qandoq bu Yaponiyaning soch kemasini qo'g'lab qandoq uni iskanligini video elib olib kelgan bu odam. Adam bu açığı çınamay bu adam. Adam bu video asli videoda bunu sırf elan qilsa bo'lmaydi. Bu adam sonunda nima qiladi? YouTube elan qiladi bu videoni. Xitoyning bir beliqchi kemasi, Xitoyning bir beliqchi kemasi bizniki mush Yaponiyaningki harbiy kemasini oqidan qo'llab kelib nima qiladi. Lekin Yaponiya hukumati buni Xitoyga bir qarshilik bayonot e'lon qilmadi. Asli biz bizning bu kimimizni usul emas, biz asli buning kimisini ko'rsatishimiz kerakdi. Bir beliqchi kema bizning harbiy kimimizni shunaqa qildi deb bu odam buni e'lon qilyapti-da. Ana bu e'lon qilsa bu ish gapanimni qarang. Yaponiya hukumati bu xizmatini bo'shtib qo'llanib qo'ydi bu odam. Yerdan bu butun Yaponiya portlab ketadi. Qanday qilib bu Yaponiya nima uchun bu kun kelib qoldi? Nima uchun bu Xitoyning bir beliqchi kemasi bizning shu territoriyamizga nima qilib kirib, o'g'irlik chiqarib, beliq tutib, u beliqchi kemasini bizning soch kemasini urib soqab, uni qo'lab chiqarmasdan aksiga bu soch kemasini bu Xitoyning bu beliqchi kemasini urib soqab qilsa, ya'ni bizning hukumatimiz ya'ni bu ishni xalqdan yo'shirib bizga shu e'lon qilmaydi buni. Ham Xitoyga bir eg'iz bilim demaydi degan narsani nima qilib butun Yaponiya jamiyati bir tavrab ketdi. Oxirsida bu ish gapandim bu hukumat tarafdan qo'llanib qilingan bo'lgan bilan Yaponiya xalqiga bu bir qahramon bo'ldi-da bu. Hukumatning shunday ojizlik tarafidan bu xalqqa oshkor qilgan bir qahramon bo'lib maydonga chiqdi. Ben iş yapan bilen nesqatını görüşüp bize dostluk ettik bu adam bilen.
Nəhayət yaxşı münasibətimiz var. O adam mənə dəf bəgən şu vaxtda bu işlərini nəhayət açınıb. Yəni bu adam özü bir mən tarix qatqan bir qəhrəman adam da bu. Nəhayət insil adam idi. Mən Kyushu oturdu. Bəzi Tokyo'ya qatqan gəlsə və köşəb durmuş. Müştunda bolğankin bu adam müştunda bir inqilab qoyğur Yaponiyada. Şunun için andın Yaponiyada bu Xitayning təhdidi degan narsa günlük şu televizorlarda, gazet jurnallarda nəhayət qiziq bir nuqta bo'lib muzokara qilinadigan narsa bo'lib yaponliklar andın Xitoy biz tuzurek mustaqil qilmasak bular biz mushu darajada muzokara qildik degan narsa tushunib ondan keyin bular andın bu Xitoyga taqobil turadigan siyosiyoni tanlaydigan bo'ldi. Ondan keyin 2012-yili bu 2012-yili 9-oylik saylamda AB'ni yeni Shinzo Abe. Shinzo Abe'ni yeni Shinzo Abe. xalq tanlab buni baş ministr qilib saylaydi. Shundan keyin ana Yaponiya bu qandaq Xitoyning tahdidiga taqobil turish to'g'riliq buning davlat mudofaasini kuchaytirish, asas qonunni o'zgartirish, ana Yaponiya davlat armiyasini qurishdan iborat bir yurish Amerikaning kontrolidan qutulish yo'lini izlashga bular kirdi. Mush jarayonlarni biz Uyg'ur davosini shu oldin o'ylangan yaponiyalarga anglashdan boshladik endi. Shu o'ylangan Xitoy ta'sir bilan yaponiyalarga bo'lib shu ularning asosiyatini yaponlik hamda o'nchiroq tarafdorlar keldi. Shundaq odamlar bilan biz aralashib ularga Uyg'ur davosini anglitib biz mana shu kun qoldik. Sizlar yana Xitoyning tajovuzchilik ishlar bizning bu kunni tatmanglar mandaq gap qilib bularni tadrij Uyg'ur davosi qiziqdan qilib bir darajaga keldik. Gibi misal o'zgardi. Yani Yaponiyaning o'zgarishi bir voqealar bilan tadrijiy maydonga keldi. Albatta, cho'ng natijalarni qo'lga keltirdinglar deb o'ylayman, chunki hozir vatan sirtidagi bu da'vo vaziyatimizni qarab baxsak, har qaysi davlatlardagi Turkiyada hamda yerlik millatlarning, ya'ni Türklarning Sharq Turkiston davosiga, Sharq Turkiston ozodlik harakatiga bo'lgan qizg'inligi, ya'ni qo'llashi yuqori. Va uning sirridan da g'arb taraflarida, masalan, Yaponiya g'arb deb desak, aslida garchi joylashgan o'rni sharq bo'lgan bilan strategik iqtisodiy o'rni g'arb emasmi? Bu endi hozir shu eng ya'ni chet g'arbda bizni qo'llayotgan, ya'ni xalqi bilan shu Yaponiya hamda masalan buning eng yaxshi o'rnaklari har qismlik namoyishlarda shu bir necha yani parmak bilan sanıldıgan Uygur'un etrafında hürmetli radyo anlayıcı qarindoshlar, bugünkü programımız bu yerda oxirlashdi. Yuqorida biz Sharq Turkiston mustaqillik harakati qurg'uchi a'zosi va Yaponiya Uyg'ur birligi tashkilotining raisi doktor Muhammad Hashim Efendi bilan burada suhbat programı ilib bordik. Keyingi bir programda ko'rish umidi bilan xayr xo'sh. Allohga emanet.